Bunaqasini sizlar точно ko'rmagansizlar. Oxirgacha ko'rsanglar, точно qizuv bo'ladi. Bir dunyo kargolarim kelgan. Bolam qorni bilan yotqizganimda yotmayapti, shuning uchun 25 mingga Xitoydan shunaqa yastovchi zakaz qildim. Bunga yotqizib qo'ysanglar, точно maza qilib yotadi. Har kuni ertalab turganimda mani espesimni chiqarib, ustiga yopib qo'ygan adyolimni yuziga yopib oladi. Baqiradi nafas ololmasdan. Yo'rg'a qilib qo'ysam, uni yechib tashlaydi. Shuning uchun shunaqa adyol zakaz qildim. Ichida o'zini lipochkasi bor, qo'llarini yopib qo'yadi. Yo'llari zamonliga 32 ming so'mga oldim. Narxiga 10 martalab arziydi. Kechalari ancha kichkina bo'lib qoluvdi. 8 mingga shuncha naski zakaz qildim skidkada. O'zi ham bugungi raspakovka polni chaqalog'im uchun bo'pti. Qo'l oyoqchalariga taqib qo'yadigan o'yinchoqlar zakaz qilganman. O'ynab maza qilib yotadi shu bilan. Har qimirlagan paytida shiqillarkan. Hali o'yinchoq ushlashni bilmaydigan bolalarga juda ham zo'r menimcha. O'yinchoqni bizda 100 mingdan oshuvga ko'rgan edim. Xitoydan bo'lsa 24 mingga zakaz qildim, ishonasizlarmi? O'zi ashula aytib yurarkan. Bu o'yinchoqlarning raspakovkasi boladan ko'ra o'zimga qiziq bo'lib ketdi. Xuddi shuni ruchnoyini 8 mingga olganman. Bu narsa har bitta bolali uyda bo'lishi kerak. Xonadagi namlikni, haroratni ko'rsatib turadi. Undan tashqari soatni ko'rsatadi, budilni qo'ysa bo'ladi. Narxini 60 mingga olganman.